Agar siz natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, unda sizda maqsad bo'lishi kerak. Maqsad A nuqtadan B nuqtagacha. Bu degani hozirgi holatingiz va siz kelajakda ko'radigan holatingiz. Xo'p, endi maqsad ikki turga bo'linadi. Birinchisi bu oliy maqsad va unga olib boradigan maqsadlar yoki yo'llar. Ko'p kishi shu yerda adashadi. Shu olib boradigan yo'llarni o'zini oliy maqsadi deb o'ylaydi. Mana shu yerda katta xato bo'ladi. Agar siz natijaga erishmoqchi bo'lsangiz agar, shuni adashtirmasligingiz kerak bo'ladi. Masalan, siz uydan chiqdingiz, Toshkentdan va Urganchgacha bormoqchisiz. O'rtada kichkina maqsadlar bor, yo'llari bor. Misolda aytaylik, qayerda devor chiqadi, yo qayerdadir to'xtash kerak bo'ladi, chiqish kerak bo'ladi, ovqatlanish kerak bo'ladi, hokazo. Va masalan, Samarqandda qoldingiz va o'yladingizki, bu sizni oliy maqsadingiz deb. Albatta siz u maqsaddan qoniqmaysiz. Mana shu katta xato